Mana ilon. Mana yana ilon chiqdi. Yana bugun ilon chiqib ketdi. Ishlolmadik. Mana chunki qo'yga kirib olgan. Mana bu yerdan bir chakdan ilon chiqdi. Mana bo'zdi tagida devorda teshikda bo'sqa qilgan. Mana tanasi dim qismi turibdi hali. Uyda ichigacha kirdi bunisi. Oldin derazani oldidan o'ldirdik. Mana uni xaltamiz orqasiga kirib olgan ekan, uni xaltani tushirib olib, mana orqasidan olib o'ldirdim. Boshi qora ilon. Nima qilishni bilmay qoldik. Qashqadaryoning qishloqlaridan birida mana shu oila menga juda ko'pdan beri murojaat qilib kelmoqda. Mana shu siz ko'rgan birinchi tasvirda shu uydan ilonlar chiqqan va mana shu videoni iltimos oxirigacha ko'rishinglarni iltimos qilamiz. Video boshidan like bosib qo'ysanglar, juda ham katta savob ish qilgan bo'lasizlar, xudo xolasa. Bu oila Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Oqrobod qishlog'idan. Bu opamiz murojaat qildi. Turmush o'rtoqlari vafot etgan ekan. Yaqinda kasallikdan shu uy uchun bizdan yordam so'rab murojaat qilishgan. Opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka, ko'rmisiz? Sizga murojaat qilganim sababi mana shu uyimizda shu kunlar tagidan derazalar oldida ilonlar tushib kelyapti. Ikkinchi uyimizda ham derazasini oldidan tushdi, o'ldirdim. Amallab yoqib yubordim. Mana yosh bolam bor, qo'rquvda yashayapmiz hozir. Uyimizda ichkari tomondan ham mana bu yerdan bir chakdan ilon tushib keldi. Mana bo'zdi tagida devorda teshikda bo'sqa qilgan faqat. Imkonimiz bo'lmagani uchun bo'sqa qo'ygandik. Shuni orasidan ham ilon chiqib keldi. Uni ham o'ldirdik. Sharoitimiz og'ir ahvolda hozir. Xo'jayinim shu yil yanvar oyida bo'lmadilar. O'zim ham mana bo'ylak davlat bilan yashayman. Har 6 oyda davolanaman. Shunga sizlardan iltimos qilib, shu uyimizni remont qilib ishlarimiz uchun so'ragandim. Shunga yordam bering deb chaqirgandim. Devorlarimiz umuman hali qurilgandan buyon suv qilinmagan. Ikkinchi uyimizda ham bo'sqa qilgan shu tomonlariga. Bu osilib ham qolibdi-da. Ha, ichidan turpoqlar ham osilib qolgan hozir. Osilib qolibdi. Tashqarilarda o'zingiz nima qilgansizda, rang bergansizda bularda? Men o'zim qo'lim bilan oqlab chiqdim, faqat mana shu o'g'lari ko'rinib, mana marakada devorlar yorilib qolgani uchun xalq gapirmasin deb o'zim qo'lim bilan oqlab chiqdim. Ha, marakada nimada? Nimada payti? Turmush o'rtog'ingiz vafot etgan. Vafot etgan vaqtda shuni oqlab chiqqandim. Ha. Hech kim yordam bermay hozir sharoitimiz ona bola ikkalamiz yashaymiz. Shunga sizlardan iltimos qilib chiqqandim, uylarni remont qilishga yordam berishlarini so'rayman. Hozir bu yerda derazalar, eshiklar eski. Yorilib qolgan. Derazalar eski. Bular mana bu oy sovuq. Tepadagi shiferni hokimiyat tomonidan qilib berilgan dedingiz, ha? Mana hokimiyat tomonidan faqat shifer qo'yib berishdi. Mart oyiga qo'yib berishib ketishgandi. Bu deraza ham oynalari yo'q, do'stlar sinib qolgani uchun kilanka qoqib qo'yibman. Mana bu alohida qilingan ekan shifer. Lekin uy eski ahvolda ekan. Agar biz mana shu oilaga uyini boshqatdan remont qilib bersak ham bo'ladi yoki boshqatdan polni noldan ko'tarsak ham bo'ladi. Imkon darajasida agar biz tushayotgan summalarga qaraymiz, agar shu oilaga yordam bersak, juda ham katta yordam bergan bo'lamiz. Lekin hovlilarni chiroyli qilib, opamiz uzumlar ekib, chiroyli gullar ekib, bo'ylaga daraxtlar ekib, o'tlar ekib chiroyli qilib qo'yibdi xonadonni. Top-toza, akkuratni, chiroyli bo'lib turibdi. O'g'lingizni yoshi nechida? 11 yoshda, 4-sinfda hozir. O'g'lingiz darslarda faol qatnashadi, faxriy yorliqlar olgan. O'g'lingizni faxriy yorliqlarni ko'rdim. Ismi Sherali. Ha, Sherali ismi. Sherali qanday? Yaxshimi? Yaxshimisan? Ha, zo'r. Hali xudo xolasa seni akalaring, opalaring telefon qiladi.
senga yordam beruvchilar bo'ladi. Xudo xolasa seni bu ahvolda hech kim tashlab qo'ymaydi degan umiddamiz. Akalarimiz senga chiqishadi. Hali sen bilimni ko'paytirib, Xudo xolasa hozir sen onang kuchi yetmaganligi uchun, sog'ligi ko'tarmaganligi uchun ishlolmay shu yordam so'rayapti, lekin sen Xudo xolasa katta bo'lsang, yordamga muhtoj oilalarga yordam berasan, to'g'rimi? Ha. Katta bo'lsang, Xudo xolasa shu darajaga yetgin. Duo qilamiz seni ham. Sherali bilimdon, maktabda aktiv, faol o'quvchilardan biri ekan. She'rlari bor ekan, chiroyli she'rlari. Sizlarga aytib beradi. Har qadam oq olar boshdaga tola, ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola, o'zimcha hali ham bo'laman bola. Goh yolg'on, gohda rostdir bu dunyo, onamning poyidan pastdir bu dunyo. Yugurib, har yana boqni izladim, yerdan izlolmay ko'kni ko'zladim, qo'shiqlar kuyladim, ko'p bor bo'zladim, topgan shuhratdan mastdir bu dunyo, onamning poyidan pastdir bu dunyo. Alloh osmon oynasini ochganda asta, so'radi bir umrlik tilaging tila, men javob berdim sekin va asta, shu so'zlarni eshitayotgan insonlarni asra. Xullas, qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar, mana shu oilaga biz hissamizni qo'shsak, pastda karta raqamlarini qoldirib qo'ydim. Imkon darajasida yordam bera olamizmi? Agar yordam berish qo'limizdan kelsa, pastda karta raqamlarini qoldirib qo'ydim. Imkon darajasida yordam qilamiz. Agar qo'ldan yordam berish qo'ldan kelmayotgan bo'lsa, videoni pastida like tugmachasi bor. Mana shu like bosib qo'ysanglar, video rivoji yanada qo'shiladi va yanada ko'payadi. Ko'ruvchilar soni ko'payadi va shu yordam beruvchilar soni ko'paygandan keyin shu xonadonni Xudo xolasa chiroyli qilib mana shu yerda ochilish marosimi qilib o'tkazib beramiz deb niyat qildim. Xudo xolasa mana shu bizga qo'shilgan obunachilarimiz bo'lsa, albatta kuch birlikda yordam qilamiz. Shu oilaga albatta shu xonadonni chiroyli qilib beramiz degan umiddamiz. Ko'p oilalarga yordam berganmiz, ko'p oilalarni uyini qilib berganmiz. Qanchadan qancha bemorlarda shifo topishida biz yordam berganmiz, ya'ni sababchi bo'lganmiz. Bu oilaning Xudo xolasa yerda qoldirmaysiz degan umiddamiz. Nasib shu oilani mana shu yerda xonadonida chiroyli to'ylarda biz sizlarga mana shu videodan keyin keyingi videolarda qo'yib boramiz. Bizani mana shu videolarimizni qo'llab-quvvatlab va ehson qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin deb qolamiz. Imkon darajasida shu videoni tarqatib qo'yamiz, like bosamiz. Shu oila uchun duolaringizni ayamaysiz deb umiddamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib kuzatib boringlar. Xudo xolasa keyingi videolarda yangilik bor deb chiqish niyat qildik inshaalloh. Mana shu videolarimizni o'tkazib olmaysizlar deb umiddamiz. Charchamanglar.